Bunisi bana bering deb qandoqdayman deb uyaldi. Bir kuni Janob Akram sallallohu alayhi va sallam Ali radhiyallohu anhu huzuriga chaqirdi. Ya Ali, o'yinni xalab qapsiz, bu rasmi deb so'radi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu uyilibroq aytdiki, "Na'am ya Rasululloh." "Ha, ey Allohning elchisi. Agar bir hayolik, diyonatli qiz bo'lsa o'ynamaydim." Shu chaqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hazrat Ali radhiyallohu anhu qarab aytdiki, "Ya Ali, dunyoda bizning qizimizdan hayolikroq, diyonatliroq bormidi?" Hazrat Ali radhiyallohu anhu yig'lab tashladi. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, sizga kuy o'g'il bo'lishga biz munosib emasmiz. Sizga qandoqmi kuy o'g'il bo'laman?" Shu chaqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdi, "Ya Ali, sizning taqvoligingiz va sizning diyonatingiz mustahkam bo'lganligi uchun sizning kuy o'g'illikka ixtiyor qildim. Qizim Fatimani sizga beraman. Qizim uchun bir mahri elib keling. Bir pullarchalik narsa elib kelsangiz, qizimga mahri qilib berib qo'ysak, xursand bo'lib qoldi." Hazrat Ali radhiyallohu anhu qulluq qilib chiqib ketdi. Va bir oz vaqtdan keyin qaytib kirdi-da, "Ya Rasululloh, ma wajadtu shay'an." "Ey Allohning payg'ambari, hech narsa topolmadim" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hayron bo'lib, "Kumushdan bo'lgan narsa bo'lsin elib keling. Biror tam ujut jog'liq narsa bo'lsa, qizimga berib qo'yaylik" dedi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu chiqib ketib, yana qaytib keldi. "Ma wajad." Kumushdan bo'lganini ham topolmadim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'yinib turib, "Ko'mirdan bo'lgan narsa bo'lsa, qizimga berib qo'ysak" dedi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu yig'lab tashladi. "Ustimdagi jo'l-jo'l kiyimim va qalbimdagi iymonimdan boshqa hech narsam yo'q." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdi, "Ya Ali, sizning iymoningiz bizga kifoya." Va bir qatini berib Zamzam elib kelishni buyurdi. Zamzam elib kelin. Qizi Fatima onamiz oldinlariga kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Ya bint, qurrata ayun, ey ko'zimning qarisi qizim, sizni Hazrat Ali radhiyallohu anhu bermoqchiman. Sizga Hazrat Ali radhiyallohu anhu dunyodagi eng shifa, eng lazzatli, eng qimmatbaho Zamzam suvini elib keldi. Shuni mahrda qabul qilamsiz" dedi. Qizi Fatima onamiz o'rnidan turib, qulluq qilib aytdiki, "Ya Rasululloh, ya abi, bu qimmatbaho narsani qabul qildik" dedi. Etmediki, "Men sizning qizingiz bo'lsam, shundoq zotning qizi, shundoq kambag'al odamga turmush chiqarmanmi" demak. Nasab molni e'tiborga olmadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qizining haqqiga duo qildi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu nikohlab bo'lgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Men bir ota bo'lgandan keyin qizimga biror narsa to'qilay" deb o'ylanib, qizga 2 yostiq, bir yakandan bir dasturxon tayyor qildi-da, yig'lab ketdi. "Va ajab, dunyo bilan avor bo'lib qoldim-ku." Aziz qarindoshlar, payg'ambarimiz kambag'al emas edi. Jibril alayhissalom har kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan so'raydiki, "Ya Rasululloh, dunyoning qayerda oltin koni borligini ko'rsatib qo'yaymi? Uhud yig'ini pullarga aylantirib beraymi?" Biroq Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kerak emas dedi. Qizga tayyorlagan narsalarni elib qopirib berdi. Keyin Hazrat Ali radhiyallohu anhu sirtdan qaytib kirganida Fatima onamiz qo'lin o'ltiribdi. Hayron bo'ldi. "Ya Fatima, sizga nima bo'ldi? Qo'lingizni nima uchun tutib oldingiz?" Ko'rsatmadi. "Qani bir ko'rsatsangiz, shundoq qilsa, qo'llari shilinib qonab ketdi." Hazrat Ali radhiyallohu anhu Fatima onamizning qo'llarini tutib yig'lab ketdi. "Mening sizdan bir ayolning, Rasulullohning qizining eri bo'lishim loyiq emas edi. Sizni kambag'al emas, bayroq biror odamga berish kerak edi. Sizni shu holatga kelib qo'ydim. Meni kechiring ya Fatima. Men kambag'al ekanman. Sizni beqishdan boshqa hech narsa qila olmadim. Ya xizmatchi ola olmadim. Ey Fatima, berib otingizdan so'rang. Men so'rashdan o'ylaman. Kim yordam qilsin? Hech bo'lmasa bir xizmatkor bersin." Fatima onamiz Hazrat Ali radhiyallohu anhuning qisqachlari bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga bordi-da, kirib keldi. "Keling qizim" deb oldi. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, shu o'g'limiz Hazrat Ali sizga salom dedi va bir narsa iltimos qildi. Bizga ozgina yordam qilsangiz, biror xizmatkor bersangiz" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uzoq keyin, "Qizim, uyingizga qaytib turing, men otingizni opiraman" dedi. Fatima onamiz xursand bo'lib Hazrat Ali radhiyallohu anhu aytdi, "Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qachon kelarkan, qanday sovg'a olib kelarkan" deb kutib o'tirdi. Ish taqildi. Hazrat Ali radhiyallohu anhu kirishga ruxsat berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hujraga kirib, ikkisini o'tirganida hujraning qorlig'idan yelkasiga tegib turadi qarindoshlar. Fatima onamiz ana shundoq uyda turgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Bolalar, sizlar mendan yordam so'rabsizlar. Sizlarga men bir tugimas xazina elib keldim" dedi.
Qani deydi, har kuni bandat namozining sunnatidan keyin tarziga qadar subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim deb ko'p da'volarda yig'lab ketdi. Buningdan ortiq narsa elib keladigan bolalarım. Men dunyoga dunyo elib keladigan emas, balki shunday duo elib keladigan payg'ambar ekanman. Shu narsani sizlarga hadiya qildim. Mening boshqa hadiyam yo'q. Hazrat Ali radhiyallohu anhuning boshlari ko'kka yetdi. Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, agar butun dunyoni aytib qo'ysangiz, mana shu duoyingizni almashtirmayman dedi. Payg'ambar alayhisalom bu duo haqida keyin o'zi bunday deydi. Bütün kainatni bir taroziga qo'yib, shu duoni yana bir taroziga qo'ysa, mana shu duo besib ketadi. Qarindoshlar, ular ana shunda hayot kechirgan edi. Biroq payg'ambarimiz Janob Akram sallallohu alayhi va sallam qizga hech narsa bermagan bilan hech qaysimiz qiyomatga qadar bera olmaydigan ziyonatni kelib qo'ydi, ma'naviyatni kelib qo'ydi, ma'rifatullohni kelib qo'ydi. Biz nima qilyapmiz? Qizlarimizni qancha ism mashinalarda so'g'i salomlar bilan, qancha asrat kiyimlar bilan, zubu ziynatlar bilan jo'ndiganimiz bilan, agar qizlarimizni Allohni qo'ymaydigan qilib tarbiyalab qo'ygan bo'lsak, la ilaha illalloh kalimasini aytolmaydigan qilib qo'ygan bo'lsak, erining haqqini ado qilishni o'rgatmagan bo'lsak, biz hech narsa bermaymiz qizlarimizga. Undaqda ularning bu dunyoda nima keragi bor? Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'rnak olishimiz lozim. Agar qizimizni diyonatli qilib tarbiyalasak, tushgan joyda shu oilaga farovonlikni eng ko'p elib keladigan ayol bo'ladi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam diyonatini ixtiyor qilgan ikki dunyo saodatiga erishgan dedi. Haqiqatan diyonatli ayol erini saodatga erishtirdi. Masalan, Ikrama ibn Abu Jahl dunyoda islomning eng qattiq dushmani bo'lgan paytlarda Makka ozod bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashablariga aytdiki, "Ey birodarlar, Makkaga kirganda yechik cho'nglarga azor bermanglar. Ayollarni qo'rqitmanglar, go'dak zaiflarni urmanglar, ularni qatl qilmanglar. Kim tavba qilsa, shuning tavbasini qabul qilinglar. Kim la ilaha illalloh desa, u kishini do'stlaringlar. Ammo o'z odam bor, ularning Ka'baning tartibiga o'rab qo'yishni qatl qilinglar, ya'ni o'ldiringlar" dedi. Ularning birisi Ikrama ibn Abu Jahldir. Ikramaning ayoli muslima edi. Diyonatli ayol edi. Makkaga kirgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga keldida yig'ladi. "Ya Rasululloh, mening erim Ikramaga o'lim buyuribsiz, omonlik bering" dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, "Bilansan ayol, sening ering islomga qanchalik ziyonlarni yetkazdi, qanchalik sahobalarımızın dunyodan ketishiga sabab bo'ldi, qanchalar ziyonlarni soldi. Buning da sizning bizga omonlik yo'q. Kechiring ya Rasululloh, kechiring. Mening diyonatimning haqqi hurmati, mening iymonimning haqqi hurmati kechiring. Agar erim kofir holda o'lib ketib qolsa qanday bo'ladi? Siz o'zingiz musulmon ayollar eriga vafodor tarbiya qilsin degansiz, erimni da'vat qilib ko'ray. Oxirgi qatim omonlik bering. Necha yil birga yashadim. Bu juftda halolim, shuncha yil turmush qurgan o'rtog'im endi davzixi bo'lib ketsin" deb yig'ladi ayol. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u ayolning ko'z yoshlariga qarab, "Mayli, sening eringga omonlik berdik" dedi. Ikramaga omonlik berdi. Dal bu vaqtda Ikrama iymonga kelmagan edi. U qachib bir dengizning oldiga kelsa, bir kema turibdi. Ikrama kemasiga, "Meni dengizning nariga qaytib o'tkazib qo'yarsizmi?" dedi. Kema, "O'tkazib qo'yman, biroq bahasi shuncha qimmat to'layolmaysiz" dedi. Ikramaning qochig'i kelib, "Men Abu Jahlning o'g'liman. Dunyodagi eng boy odamman. Aytqin, sana qancha pul kerak? O'tkazib qo'ying." "Yo'q, sizning pulingiz yetmaydi. Siz to'layolmaysiz" dedi kema. "To'layman dedim bu. Qancha berman?" "La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh desangiz elib o'taman" dedi kema. "Va dariq" dedi sana. "Shu gapdan qochib mushu yerga keldim. Endi shu gap bilan omonlik toparmanmi?" "Yo'q, berolmayman, aytolmayman." "Aytdim-ku, to'layolmaysiz" dedi kema. Ikrama ibn Abu Jahl orqaga ketdi, ayoli kelib qoldi. Aytdi, "Ya Ikrama, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizga omonlik berdi. Sizdan o'limni ko'taribdi. Yuring endi." Qaytib yo'lda bir uyga tunashga kirdi. Hujraga kirgandan keyin ayoli Ikramaga o'rin ko'rpalarni rastlab berdi-da, qulluq qilib boshqa yoqqa qarab mangdi. Ikrama to'xtag'in dedi. "Sen Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan men uchun omonlik so'rading. Menga muhabbating bor ekan. Meni hurmat qilsang yetarli bo'ldi. Shuncha yil birga yashab, endi bu yerda nima uchun ishga qomatdan o'zingni qajirsan?" Ayoli aytdiki, "Sizga bo'lgan mehrim shuncha yil birga yashaganligimning haqqi hurmati, ehtirom. Ammo hozir siz bilan mening o'rtamda nikoh qolmagan. Chunki siz kofir, men musulmonman. Siz men uchun misli bir nejissiz" dedi. Bu gapdan Ikramaning butun vujudi qanchirab ketdi. "Sana dining shu narsani o'rgatdimi?
Sen bana aytib bergen. Nima uchun men buni yomon ko'raman deganda, ayoli Qur'on tilovat qildi. Qur'onni anglash bilan ikra mening vujudi titrab ketdi.